very good sign. Quite civil. Let's see here. That's 1, 2, 3, 4, 5. Sana var. Meyxana bilan zagaxona bir yerda bo'lsa qandaq bo'lar? O'zaro ishonsa, chatoq chiqmaydi. Men yolg'on oltin tagi xashlaydigan odamga o'xshamdi ekanman. Men faqat sizning soxta oltin yasashni o'qimaydiganligingizni bilaman. Bir qadah melkeldir. Biroq u odamni bir nima demak qiyin. U o'lgan u. O'lsa bu yerda nima ish qiladi? U kim? Uning ismi Blanka. Kuchiga chiqqan lukchak, qarniyat, qaroqchi. Av qiz yomon emas taqiladi. Lekin qandoq bo'lib ular arilishib qolgandi? Balkim o qizni aldab kelgandir. Men hech qanday chatoq chiqmasligiga kepil. Pul topganda to'liqlab to'lasak bo'ldi. Shu chog'da yo'lga chiqamiz. Men hozirlik berib oltinni akkalay. Sizlar mush yerda o'tirmay o'tirib meni saqlab turinglar. Relana, xotirjam bo'ling. Rasma. Sen de baxt. Sen texi ölmedingmi? Qiziq gap. Men sening o'lishingni saqlab turibsam. Saqlab turayver. Qani qanchalik umr ko'rsanki. Unda xo's, qani kela. Hoca. Sen to'xtab tur. Qadinaslar uchrashganda kulki bilan yig'i orilishib ketdi. Qara, ular kulamay, yig'ilgan peti ketdi. Kechirgin, avar qildik. May keltir. Boyqa odamlar qani? Hammasi adavini yeb ketishdi. Nima? Men berib. Ulan tapay. Men ularni izlamagan desak. Durust. O odamlar molini deb jonni ilishni yanmaydi. Ular dengiz qaroqchilar ekan, ularni izlab nima qilasiz? Men bir kemani ijaraga olmoqchidim. Matros bilan dengiz qaroqchisini ayiramayapsiz. Ularning nima farqi? Albatta farqi bor. Siz dengizni safar qilib boqammi? Albatta safar qilgan. Kichik vaqtimda, yana o'tir maktabga chig'imda, ammo yolg'iz safar qilib boqmagan. Sen bart. Kemini ijaraga elib nima qilsiz? Sizlarni avar qilmay. Biz avarchilikdan qo'rqmaymiz. Aytinglar. Nima ish? Biz yordam qilamiz. Dadam, mavado miskini topmoqchiman. U mening birdan-bir tuqqanim. Sizlar ayrılgan qanchalik vaqt bo'ldi? Men o'qish bitirgandan keyin bir yildek bo'ldi menga xat yozmadi. U Nokia aralda turadi.
Kemi bilen 2 günde bağıl boladı. Nakiye, yolumuz birken, biz mu del şey bakmıştık. Bu haqda kelişip olsa qandaq? Kandak gelişimiz? Mervay, Açlık. İpek mal. bizning kemimiz cho'ng. Yana bir odam qo'shilsa, chataq yo'q. Tavakkul qilib boqamsiz qandaq? Ha? Bu aral bekmi galet ekan. Nayt sirliq. Ajoyib, g'aroyib aral ekan. Ondaq boz tonuşturmamsa. Bundan bir qancha 10 yil ilgari bu aral yo'q ekan toq. Oyoq ostimizdagi aslida nefis bir qavat qaytishgan yanartaq magnitlar ekan. Qanchalik nefisga. Geologiya nuqtasidan aytganda qog'ozdek nefis. Ammo menchilik bilim yo'q odamlar buni osonlikcha his qilolmaydi. Dadam yanar tadqiq qilish uchun bu yerga ketdi ekan. Bu yerning tuprog'i bakmi munbat. Nakiya uzundan buyon dengizga rohat bog' deb otilib keldi. Araldagi dehqonlar bayashat, mo'lchilik ichida yashaydi. Dadam ularga yordam qilib, bu yerdagi o'rmonni muhofazat qilib kelgan. Chataq chiqmaydi. Yani bir yopurmak avriskisi. Qarmoqqa cho'ng bir qasriqqa o'xshaydi ekan. Nima? İlandan kasırığı okşamdık ya. Bu jazman nayt cho'ng bir yilon. Hay, mana biz kentga keldik. Rostda hech bir yerga o'xshamaydi ekan. Endi onu tepiş asan. Bu ilgari mila oshgan saraytdi. Bugun mushat yetib qolaylik. Ular bizni qarshi olamdi, ammo tex noma'lum. Nima qilmoqchisizlar? Biz mushel qo'nmoqchi. Yot odamlarni qabul qilmaymiz. Ular bizni qarshi olmaydi ekan. Jazman bir ish yuz berdi. Ular meni tanıydı. Şumluktan beşareti. Ularda qurol yo'q. Rastlık oral yok ya. Ular osonlikcha urushmaydigandek qiladi. Ularga cheqilmang. Biz sizlarga cheqilmasak, nima ishimizni bo'zaq qilsizlar? Men uning adımını bermoqchi. Men azaldan sizlarga ziyo yetkazmagan tursam. Biroq sizning dadingiz Mening dadam zarumin bo'ldi. Gap qiling. o alvasını qo'yib berib beguna fuqaroni o'ltirdi. Alvasti.
O alvasti adamlarımızı aymay İstikbalga kırgın yugan kıldı. kasırak. Şu alvasına okşamamda. Alvastini dadam qo'yib berdi deyishga nima asosingiz bor? U sizlarga izchil yordam qilib, sizlarni baxt saodatga erishtirgan tursa. To'g'ri, endi yordam qilmisin. Hozir jonnimiz saqlab qolamayapmiz. Bu yerdan tezroq ketinglar. Bu yerdan chiqib ketsanglar, omon qolibsizlar. Boraverem doq. Sizlarni zo'rlashni xohlamayman. Sizlarni tavakkul qilinglar demayman. Yolg'iz borsam bo'laverdi. Özünüz yalğız, işten baramaysiz. Yalğız barsanız bexatarlik. Dadam dastlabda oltin tovlaganda turdigan joyi muqim bo'lmadi. Keyin bir zardarga ishlab, nurg'un pul tepib, Nokiaga ko'chib keldi. Bu yerda umrlik orzusini amalga oshirmoqchi bo'ldi. Yozmamda cho'qim bir chataq bor. Ondaqda dadınız ilgiri xatlarda alvas to'g'risida bir narsa deganmidi? Yo'q. Oxirgi xatida u noit qizg'a ruh bilan To'xtab turinglar. To'xtanglar! Bu narsalar nereden o'g'rildilar? Tez kaçaylı. Ne oldu? To'xtanglar. Ben berib qarab baqay. U endi qaytib kelmasa, biz berib uni izlaylik. İle, Agar yana qaytib kelmasangiz, biz sizning oldingizga bormoqchi edik. Agar bağan bo'lsanglar, ko'p ishni ko'rgan bo'latdinglar. Nima? Yerli xalq aytgan hilq maxluq. O nayt zo'r bir kaslanchikkan. o sana ekşip kemgendi. Yo'q. Shundaqdimi ko'pchilik bu yerdan darhol ketaylik. O to'g'ri deydi, tez mangayli, chapsan. Lana,
Bu yer ilgili bir kentdi. Kent bazarı o yerda bo'ladigan. Mana bu selinchim bor ekan. Qaytgan. Qaraganda o'g'irning putidan ko'ra qo'li ishtikkan. Oh! Ben çıkıp gitvatman. Mağazını çoğurlup kirip gitvatman. Ehtiyot qil. Buni tut. Chin tut. Bu tozaqmidi? Yo'q, bu bir geologiyalik hodisa. Yer postidan o'ltirishib ketishi. Senin şu tüvetkil tas kaldı. Nakiyada yan ortiqlar o'zgarishcha murakkab bo'ladi, lekin o'ltirishib ketishi nihoyat oz ko'riladi. Chunki magmalar hamon yer postini ko'tarib tura oladi. Sababi nima? Birdan bir sabab yer usti besimi nihoyat zo'r. Magma qatlami besilgan. Yer posti o'ltirishib ketgan, natijada qatlam uzukchiligi hosil bo'lgan. Yer üstüdeki besim nereden geliyordu? G'oyat zo'r bir narsaning eg'irligidan keladi. O hem yoğan hem eğir nersi boz gerek. Mesela deve yaki alvas değil. Bu aralda eng yo'g'on yovvoyi hayvonning faqat ahvola bor. U bunda qilolmaydi. Dermot hech qanday hayvonni ko'mabdi. Ahvomi yo'q ekan. Uchar qushlarmi yo'q ekan. Hamma yoq timtas ekan. Heriqi yo'g'on yeshil kaslanchikni unutib qolmanglar. Reylana, Aslida bu kent gulgiya, uchar qushlarga to'lgan go'zal bir joy edi. Men doim bu yerga kelib o'ynaydim. kelay dedikmi? Ha, yana bir qumliqni kesib o'stakla boramiz. Bu yerda chechilib yotgan hammasi bizning o'ynan narsalar. Gezmen oğurla düşürüp koygan nesle. Nakiye xalqi emgakchan, mehmondo'st xalq. Hargiz o'g'irlik qilmaydi. Bu nima? Bu kichik vaqtimda o'ynagan o'yinchoq. Çoğum oğurla düşürüp koygan. Yo'q. Kichik cheg'imda o'zim tushirib qo'ygan. Dadam bir xil yilim kashf qilib, uni chaplab bermoqchi, biroq muvaffaqiyat qozonolmadi. G'ayritabiatli hayvon, nasli qurgan g'alit maxluq. Dermot! Onun asli tabiatı kaçmak. Tez qaçayli. Tez bulunlar. Qaranglar, keldik. Dadınız haqiqiy olim bo'lishga munosibkan. Ha, dadamni yallab ishlatgan hili qizlardan o'lgandan keyin dadamga qolgan imoratlar bu. O zerda dadınızı nemish qilsaldi? U dadamga odamni yashartish to'g'risini kashf qilib soldi. Adamın nefsi kancı yoğunsa şunç tez ölüdü. Dada! Dada siz qayerda? Qaraganda bu yerda odam yo'qdek qiladi. Yo'q, dadam ko'chib kelsa menga aytib qo'yatdi. Dadamning hujrasi mening hujram. Bu taraf etik o'xshaydi. Aylanib o'taylik. Sizningcha o qizning dadasi hayotmidi? Iloj bor, ota bola didor ko'rsin. Hey. Bu yoqqa qarab. Taqoqliqqa quluplab qo'yibdi. Dubat! Dubat!
Bu işkini aç. Chet turunglar, hazırlıqçı mən. Yo'q! To'xtab turing. Bu eshikning qulupini dadam yasagan. Bu alaydi qulup. Qancha kuchigan sira ichi shuncha qiyinlashidi. Ha, bu qulup ajoyib qulupkan. Men uning sirini tekshirib baqay. Relana. Uning ichida nima bor? Dadamning ishxonasi. Shundaqmi? Boshqa ish yo'qmi? Yo'q, mushu birli eshik. Qarang'i tushay deb qoldi. Biz ozroq yeydigan narsa topaylik. Mush yerda tunaymiz. Qo'zoqni astalab, kuch to'playlik. Angacha taliyimiz kelib qolar. Sizlarga qanday rahmat aytishimni bilmayapman. Undaq dema. Biz bu ishlarni qilaligimizga bekmi xo'shal. Men aslida bu oltinlarga ularni yallab biyak ekilay dedim. Hammasi saxta oltin. Men bu oltin tanlashni o'rgangan, ammo degandek usta emas. Siz saxta oltin bilan dengiz qaroqchilarini aldaydi ekansiz-da. Men bu amalsiz shunday qilaman. Dadam doim menga saxta oltin bilan kishilarni aldashni o'rgatdi. Dadam Japoniyada kishi tatgan odam. Dadangizmi yosh vaqtida nabob ishlarni qilgan-da. Dadam yosh vaqtida tavakkul qilishga, nom shuhratga amroq edi. Oltin tangilarni uning qaytarib beraylik. Uning dadisi burun o'ziga ziyonli ishlarni qilgan ekan. Demak, sizmi shum taqdirdan qutulolmaysiz. Sizlar vaqtda jon tutib uxlayveringlar. Men Ronga bilan kuzatib turay. Nima? Zanjir sharaqshi otdi-ku. Baya shab yo'q ekanimiz cho'qib payloq tushibdi. Haqiqatan biroz qo'rqinchli. O nima? Sindbad! İnib, o'rningdan tur! Nima ish bo'ldi? Bu yerda jin bor ekan. Jin? Tez bu yoqqa qaranglar. Birsi nayzatdi. Bizga qasd qilmoqchi bo'lyapti. Qaranglar. Jiryapsiz do'g'ri. O'zingiz jo'ylayapsiz. Boshqacha tushuntirish aqlga muvofiqlik qiladi. Ro'y bisim his qilgan odamga ashundaq. Oh. Balkim. Jin bo'lish kerak. Hadislarni ilmiy qo'li bilan muhokama qilish kerak. Menga. Boris! Ilmiy kallisi bor odam ko'p. Masalan, kim? O jin bo'lish kerak. Menimcha bu yerda jin yo'q. Ammo birisi jin o'ynatyotdi. Nerv sizni ozgan tirik jin. Yo'q qilinglar. Endi ketmasanglar men rahim qilmayman. Siz kim? Bu yerda nima ish qilsiz? Men sizlarni yo'q qilinglar da'votiman. Dadam qani? Mabadam eslim qani? Qadi? Uni tanamsiz? Tanıyman. O dadamning xizmatkori. O meni beqib cho'ng qilgan. So'rab beqan. O nemish bizga qasd qildi ekan. Qadi? Bu nemish? Nemish bizga qasd qilasiz? Bu normal qo'g'dinish. Men sizlarni o'g'ri o'xshaydi deb o'ylab, qo'rqitib qochirmoqchi bo'ldim. Boris. Mana bu sening aqlga muvofiq tushuntirishing.
Asli o jin o'yinib o'tibdi ekanda. Ammo masala undaq oddiy emas. Kadi, dadam qani? O mush yerda. U yaxshi turibdi. Uni bilan ko'rishay deyman. Bu Menglar. Rilana! Dada! Sizga nima bo'ldi, dada? Meni kechiring bolam. Mening barliq ish harakatim siz uchun. Nima ish qilman xat yozmaysiz? Bu ishlarni xat yozib tushuntirmak baytas. Bu bir bahona. Siz nima ish qil? Muncha bek aldirash? Acayip iş. Aha, dada, bular mening do'stlarim. Bu Senlibat, Mayfel, Ronga, Tobat, Boros. Bu Alim. Alim? Faqat olimlarla meni tushunadi. Sizga nima bo'ldi? Men urushni cheklab, namratlikni tugitadigan chorani o'ylab topdim. Mening bu fikrim qizim o'qishni tamomlagandan boshlab barliq kelgandi. Men endi hamma yoqda urush portlab, avom xalq amin topolmayotdi. To'g'ri, ekinzorlar oq qilib, ziroatlar o'smay urush uzilmadi. Yana texi qiraqchilarmi bor? Men boshini oxir urushni cheklash oldi bilan ochoqchilikni tugitish uchun turdim. Shunsiz hayvonlarning tan eg'irligini oshirib, yemeklikning oziqlik qiymatini ko'paytirishga amal qildingiz. Bel shundoq. Men sizning mahsulotingiz bilan tanishdim. Yo'q, xato. Hayvonlarning tan eg'irligini oshirish mening oxirgi maqsadim emas. Mening maqsadim dunyoda tinchlik o'rnatish, odamning nisbiy hajmini zo'raytirishdan Şuna iborat. siz yaşartış doğrusunu işipsiz de. To'g'ri. Shunga mening aql parastim haslab ochdi. Men faqat do'rining nihoyat oz qismini ishdim, ammo aqlim eshib, ko'pni ko'rdigan bo'ldim. Umrimda tunji qitim aqlim shundoq echildi. Men insonlarning naqadar arzimas ekanligini yashartish to'g'risini ishishga loyiq emasligini tushundim. Dada, İnsanlar yuqoriga egiladi. Ular o'zining aqlli birisining hukmronligiga bo'ysunishni xohlaydi. Asla ko'rmagan birisiga bo'ysunishni xohlaydi. Bir ulug' odamga, masalan, menga bo'ysunishni xohlaydi. Senlar yuvashlik bilan menga bo'ysunish. Kadif, mening oddiy mehmonlarimni zindonga solab qo'y. Atda ular mening avliyoga o'zgarganligimni o'z ko'z bilan ko'rsin. dada nima qilay deysiz? Atda men yashartish to'g'risini ichib tugitaman. Ondan men odatning tashqari karomatga ega, hammadan yuqori turadigan dunyoning egasi bo'lib, butkul insoniyatga hukmronlik qilaman. Saran buldunuz mu? Sarang, sen mening ko'nglimdagi ulug'vor planimni tushunmaysan. Bobada, anlab turam. Relina sizning aql parastingizni bizga so'zlabmadi. Sizning beguna mo'minlarga ziyon selishga asosing'iz yo'q. Sen mening turmush falsafamga aralashma. Men sizlarga o'zinglarni qutuldiradigan yetarli vaqt berdim. Bizni qul qilmoqchimisiz? Bu jazo. Yengil o'q qoldi. Yo'q, dada. Taqasulullah. Yemin gördüm. Mabada, Relana ve Kadir bilan so'zlashyapti. O'tinib qilay, dada. Ularni qo'yib bering. Bundaqlarga hargiz rəhim qilishga bo'lmaydi. Dada, gapimni anglang. Sen men bilan qarşılaşmoqchimi? Haddingdan oshma. Sen obdan o'ylan. Ular bilan tang o'lamsan yoki menga agishamsan. Dada, siz bundaq qilmang. Yurtdoshlarni o'ylab beqing. Vayron bo'lgan kentni o'ylab beqing. Ular endi qanday yashaydi? Deb beqing, dada. Biz makonimizni yengboshdan quramiz. Biz hech kim ko'rib boqmagan yangi dunyo barpo qilamiz. Yashartish to'g'risini sen bilan Kadifga ishkizaman tehi. Butun dunyoga hukmron bo'lamiz. Rilana. Qanday qilamiz? Amal tepiladi. Tobat. Qanday amal bor? Buni obdan so'radingiz. Bu yerdan qaytishga obdan bir amal topmamsan. Eng yaxshisi biz tez kutib turaylik. At saharda u doğru ishgan chog'da amal qilib qochib ketayli. Shu chog'da u hech nimani sezmay qoladi. Qachamaymiz. O yani yo'qnaydigan bo'lsa biz tugishimiz.
Emse ölümni kütümüzmü? Bo'ldi, bundaq gapni qilishmayli, bo'landi. Ben şunchiki deb qo'ydim. Sindbad, Rilana, anglabatamsiz, Sindbad. siz qayerda? Rilana. Kodi hechkimiz. Sizlarni qutultirib chiqamiz. Bu yerda bir yo'l chiqachayli. Qo'lpoqqidek bo'silib bo'ldi. Ha, bo'ldi. Ha, chiq. Asta. Bo'pti. O'z kagini yaxshi bo'pti. Tez kaçaylı. Tez. Ben zadlı muhamma evatımen. Azrak aram ele olay. Sizler man kaçtıranlar. Sizin taşlap gelsek olmaydı. Bir yana tep yoşurdu olaylı. Boyfriend. Boris. Mayfil elip bir adım tez gel. Tez bol. Amni qanday qilamiz eni? Canını qo'g'daymiz. Oy, oh. Hey. Bu işimiz apleşmedi. Amal qilib kentga kirib olayli. Endi nega qochsan, Sindbad? Derhal tuzlan. Biraz aramayı bil Allah. Selamet Allah.
Kadir, çatak yoktu. Çatak yok. Sizler hiç kutlamayısılar. Dört kalvala. Hem de ölümlü kütünla. Dada! Dada! Siz undaq qilmaydingiz-ku. Siz insonlarga ziyon yetkazmaydingiz-ku, dada. Rılana. Mana men, dada. Mana men. Siz hargiz odam o'ldirmaydingiz-ku. Mening dadam yaxshi. Tez, yoşurdunlar. Siz insanların menfaatini o'ylashingiz kerak. Siz karomatingiz bilan fuqarolarga yordam qiling. Siz hayva qilib odam bo'za qilsangiz bo'lmaydi. Her kandak ahlaki mizallah mağı tesir kılmaydı. Men degen bir alvasti. Menin yaxşı yamanlığımni hiç kim başkuramaydı. Tez, qıcıqlar. Kutkuzunla, Rılana. Tez gelip dadağını kutuldurun. Kutuldurunla. Beni kutkuzmasanlar ço. Rılana. Kutuldurunla. Kutuldurunla. Rılana. Araldaki yanartaq magma qatlımı Mabadanın təni qırlığını götürəmedi. Onun qədəmləri yer postunu bozub, aşında xəndəklərini asılı qıldı. Yer şari onun mevcut bo'lib turishini xohlamiz kerak. Onun məhsullatlarımı özüge oxşaş təqdiri yo'liqdi. Bir sim terik qam. Akşam biz erik kesden çükünün ölegini gördük. Ilmiy nuqtadan qaraganda yaşartış doğrusu bədənin üsüşünü teziltidi. Amma o yeni bir nuqtaga sal qaragan. Bundaq canlıqlar ekologiyalik muhitga moslashamaydi. Odam texim moslashamaydi. Nayt afsus, buning natijasi ko'ngil kerak bo'lmadi. O'zim topgan baloga nega boray davoga degan shu. U nimaning muhimligini bilamadi. Bu umumyuzlik bir ahvol. O'z beshimchilik qilgan odam hamon halok bo'ladi. Dunyo insonlarga mansub. Almisoqdan tortib, shundoq bo'lib kelyapti. To'g'ri aytdingiz. Nakiya Arlni yangi boshdan qurishdek mushkul vazifa bizning zimmamizga tushdi. Qiyinchilik ig'ir bo'lsa-mu, bizning ishonchimiz komil. Bir yildan keyin kelib ko'rib beqinglar. Biz çokum Nakiye arılını denizdeki hakiki rahat bakıp kurup çıkımız. Biz jazman yana kelamiz.